Assalomu alaykum. 2026-yil yanvar oyida 6 ta kitob o'qidim. Demak, baholaymiz. Eng oxirgisi eng yaxshisi. Demak, birinchi kitob Mark Menz tomonidan yozilgan Beparvolik nozik san'ati. Kitobda qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydigan bir qancha fikrlar berib o'tilgan. Kitob muallifi ham yaxshigina xotinboz bo'lgan. Agar u yozgan ba'zi bir fikrlarga ergashadigan bo'lsanglar, xuddi yozuvchini xotini unga xiyonat qilganidek, sizlarni ham ayollarning xiyonat qilishi mumkin. Kitobga 10 dan 2 ball berdim. Keyingisi O'tkir Hoshimov Ikki eshik orasi. Kitobda o'tgan 80-yillardagi korrupsiya, qo'shib yozish va xiyonat shu kabi narsalar ko'tarilgan. Kitob o'qishga arziydi. Bu kitobga 10 dan 5 baho qo'ydim. Keyingisi Kichkina shahzoda juda ham zo'r kitob, ya'ni yoshlar o'qisa ham, kattalar o'qisa ham bo'ladi. Ayniqsa buni dizayni menga juda ham yoqdi. Kitobga 10 dan 6 ball berdim. Keyingisi Jorj Armstrong tomonidan yozilgan Qora pul imperiyasi. Kitob bir qancha konspirologiyalarga to'la bo'lishiga qaramasdan, uni o'qib o'zimizga kerakli juda ham ko'p xulosalar olsak bo'ladi. Shu sababli kitobga 10 dan 7 ball berdim. Keyingisi Jozef Net tomonidan yozilgan Yumshoq kuch kitobi. Bu orqali siz davlatlarga qanday qilib qurol orqali ta'sir qilmasdan yumshoq kuch orqali, diplomatiya orqali ko'proq ta'sir qilib o'z nufuzini mustahkamlash haqida yozib o'tilgan juda ham yaxshi kitob. Kitobga 10 dan 7 ball berdim. Va oxirgisi Ulamolar nazdida vaqtning qadri. Bu diniy kitob bo'lgani uchun bunga birinchi o'rinni bermadim. Agar boshqa bir diniy kitob bo'lganda balki bermagan bo'lardim, ammo bu kitob rosti mind blowing. O'qiganlaringdan keyin miyalaring tormoz berib qoladi. Kitobni o'qib vaqtni qadriga juda yaxshi yetib boshlaysizlar. Kitobga 10 dan 10 ball berdim. Sizcha 2026-yilni qaysi kitoblar bilan boshladingiz? Izohlarda yozib qoldiringlar.